Bilamizki, inson organizmini gormon asosiy muhim ahamiyatga ega. Hozirgi vaqtda juda ham ko'pchilik ayollarimizda kista, mioma va shunga o'xshash gormonal fon buzilishidan kelib chiqadigan turli kasalliklar juda ham ko'p uchramoqda. Sochda to'kilishlar, terida toshmalar, bundan tashqari tez semirib ketish, ozib ketish ham gormonal fonni buzilishidan kelib chiqadi. Testosteron gormoni ayollarda oshib ketganini hisobiga shunaqangi muammolar bo'ladi. Bu muammolarga yechim albatta bor va bu juda ham ko'p sinovlardan o'tgan spirulina o'simligi, ya'ni dengiz suv o'ti hisoblanadi. Bu mahsulotni siz iste'mol qiladigan bo'lsangiz, gormonal fon to'g'irlanadi, yuzdagi toshmalar ketadi, ya'ni detoks vazifasini ham bajaradi. Bir vaqtda bundan tashqari spirulina murakkab antioksidant hisoblanadi. Organizmda juda ham yaxshi immun sistemasini oshirib beradi, himoya qilib beradi. Bundan tashqari organik temir, kalsiy, vitamin B guruhidagi barcha vitaminlar mavjud bo'lib, organizmni to'liq tiklashga yordam beradi. Suyakda va qon tomirlaridagi bo'lgan muammoli kasalliklarga, gormonal fondagi buzilishlarda, ya'ni ayniqsa ayollarimizda testosteron gormonini normaga solib berishida va bu orqali kista, mioma va endometrioz kasalliklarini oldini olishga yordam beradi. Spirulinaning eng samaralisi va eng ishonchlisi bu Ersaq korporatsiyani spirulinasi hisoblanadi. Buni siz bemalol xarid qilishingiz mumkin. Hamkor bo'lib oladigan bo'lsangiz, hozir 7 ballik xaridga tekinga podarkaga boradi.